Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana yangi taqvo tandir kolbasalarimiz chiqib qoldi. Xudo xolasa mana kech bo'lishiga qaramay zakaz pishirib yotibmiz. Xudo xolasa inshaalloh ertaga nasib bo'lsa Samarqanddan Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq, Navoiyni beramiz, Samarqand shaharni beramiz. Gribnoydan Surxondaryoni jo'natib, yo'ldan Jizzax, Sirdaryoni berib, Vodiy Petakka borib Andijon, Farg'ona, Namangan, Marg'ilon, Qo'qon vodiyni shahdan jo'natamiz. Keyin Toshkent shaharni Chilonzorda tarqatamiz. Hammani Alloh taolo iymonini salomat qilsin. Hammani ro'zg'orlariga qutu barakotlar bersin. Yurtimiz tinch, sokin bo'lsin. Hamma bir-birovga muhabbatli bo'lsin. Hech kim bir-birovga nisbatan g'araz bo'lmasin. Bir-birovimizni haqqimizga duo qilaveraylik. Alloh taoloning farishtalari amin deb turar ekan, yaxshilik so'zlar chiqib duo qilsa ham amin deyurar ekan. Yomonlik ham hammamiz bir-birovimizga yaxshi duolar qilaveraylik. Amin o'zingga ham, o'zingga ham, o'zingga ham deb turaverar ekan. Barchamiz bir-birovimizga yaxshi niyatlar qilaylik. Musofir yurtlarda yurgan ham bola chaqasi farzandlarini oldiga, ota-onasini oldiga, ahli oilasini oldiga, yurtni oldiga sog' salomat bo'lib, yuzi yorug' bo'lib qaytsin. Hammani Alloh taolo iymonini salomat qilsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, kasal bo'lmaysizlar. Telefon raqamini qayta aytsam ham yana telefon raqam qo'ymabsiz deyishyapti. 94 331 57 27. Yana bir marta aytaman. 94lik 331 57 27 raqami. Mana shuni dirillab, qarsillab chiqqan qip-qizil bo'lib pishib, tandirga pishiramiz. Novvosti qop-qora lahm go'shtiga quydi dumbasini tiqib qilyapmiz. Bir osh qoshiq sumbul solaman, bir osh qoshiq zanjabil solaman. Bari tog'ni giyohlari, hammasi ishonchli. Zarracha shubha yo'q. Tandirda cho'g'da mil qaynab malhamga aylanib ketgan. Xudo xolasa inshaalloh yeganlar hech qaysi nolingani yo'q. Immunitetni ko'tarishga sabab bo'ladi. Qancha dardlarni ketishiga sabab bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Nimaiki bir savollar bo'lsa, yo bir nimaiki bir takliflar bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilsalaringiz, shu raqamda 94 331 57 raqamida bo'lamiz. Kilosi qancha deb so'rashadi. Endi go'shtni narxiga qarab turib biz ham o'zgartirib turamizda. Go'sht ko'tarilsa ko'tartiramiz, go'sht normali ketsa biz ham shunday qilamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, kasal bo'lmalaringiz.